Men senlarga nima deganim, kaltak xo'rlar. Ulan dinliler! O'zi bitta chiq tashladik. Senga balo bormi? Ko'ylak bilan cho'mildim-ku. Hech cho'milmay ol, it baliq kirga. Ey, bo'llaring tez-tez yerlar chopiq qil. Qilamiz-ku. Tezlashlaring, g'azilla, bo'l tez-tez. Ana endi hamma joyimiz chang bo'ldi, cho'milishib sotamiz. Davay, shunaqalar. Ona ishlar qilib o'ylik, hamma yo'g'imiz chang bo'ldi shunga ariqqa borib. Ha, hozir suv tayyorlayapman, bolam. Yo, siz avora bilmang, biz ariqqa borib bitta tashib. Rahmat, mazza qildik. Kirib aytgin, loy qildik, hamma joyimiz loy bo'lib bitta tashab kelaylik-da. Ha, bugun Tangemni qo'lida qirol tabibi o'limi oldidan yozgan xat bor ekan. Endi hech kim nega noto'g'ri Ona akam bilan loyiqillik o'sha. Million marta aytaman, serial ko'rganimni xalaqit bermagin desang kuchuklarga. Nima bo'pti tugadi endi hozir mana? Nima bo'pti tugadi? Qo'lim chakki bo'ldi. Qanday aytavermaga, bar bormaymiz cho'milishga. gazga issiq suv qo'yib ustimizdan quyamiz. Bilarkansizlar? Cho'milishga ruxsat bersang, senga nashsat beramiz. Yanga shahboz erkaklar bilan cho'milishga borib keldi. Yo'q dedilarmi? Hammang uxlab yet bo'ldi. Men yotishim kelmayapti. Yaxshi yotib turinglar. Qisib yotay. Uyg'onmadilarmi? Yo'q. Suvda kim ko'p o'tirib o'ynaymizmi? O'ynaman buni aytgan kelgandim. Bu yoqqa chiq. Yoshlik sana o'ylamagankan. Biror joyda o'tirib kitob o'qib olsak nima deysiz?